sayr va sayohatning foydalari. Birinchidan, immunitet mustahkamlanadi. Havo almashadi-da, havo almashadi. Ikkinchidan, sayohat insondagi stressni yechadi. Stress nima? Tushkunlikka tushish, qo'rquv, vahima, xavotir, stress. 21-asrda yashayotgan odamlarning vabosi mana shu stress deyiladi. Asablarni tarayiniga. O'zingni bolangni g'alvasini ko'tara olmaydigan bo'lib qolgansan. O'zingni bolangni g'alvasini, u boshqasini qo'y. Uchinchidan, miyani kuchayishiga sabab bo'ladi. To'rtinchidan, yurak qon tomir kasalliklarining xavfi pasayadi. Beshinchidan, jismonan sog'lom bo'lishiga sabab bo'ladi sayohat qilgan odam. Oltinchidan, fikrlash doirasi kengayadi. Yana sayohat qilgan odamda o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi. Sayohat qilish kerak yoshlar. Sayohat insonni pishiradi. Sayr va sayohatning foydalari. Birinchidan, immunitet mustahkamlanadi. Havo almashadi-da, havo almashadi. Ikkinchidan, sayohat insondagi stressni yechadi. Stress nima? Tushkunlikka tushish,